Assalomu alaykum muhtaram ko'rnafar yetakchi. Assalomu alaykum naq maydondagi mehmonlar shundoqla. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Riyosatchi qirnishlar Nijot Vali Yoqutun haminglarga sig'inishli salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum naq maydondagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi Hidoyat Islamchidan haminglarga yoqimli salom. Şundoq amdilik minutlarda sizlarga xizmat qilganligimizdan to'liq xursandmiz. Chin go'zal Ipak yo'li sadosi. Shindori biotexnik sizlar sultan zavodida ishlangan güzellik minonchilik güzelliklerin buyumlari mayırlarga omad tilaydi. Albatta do'stlarning yodida bo'lsa kerak, bizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalik mukofotlarga erishgan mahirlarimizning tartib buyumlari intayin katta edi. Undaqda birinchi darajaga erishgan mahirni Hasal makoni G'uljada ishlab, sotda va hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha yemeklik ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci darajalik mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutiyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. Mayirlarimiz kirishmasi bo'lmaydi. Bu mukofotlarni qo'lga keltirish oson emas. Shundoq. 3-chi darajalik mukofotimiz bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik bo'sish hosil qilgan Xinjiang kinora mablag'chiligi Arkan mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. 4-chi darajalik mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang mo'tabar xalqaro sotuvchilik shirkati Avzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Xo'sh, Nijot, undaq bo'lsa, bugungi bu raqobat bosqichimizning shaklini tushuntirib o'tamiz. Nur sahnasi jushqun, jonliq bo'lgan yoshlarni tashkil topgan nurliq sahna. Bu bosqichda mahirlar o'zaro raqobat kuchidi. Mahirlar raqobatlash jarayonida yetakchilarimiz ularning har ikkilisini yana davomli qoldirib qolsa va yoki ularning birini qoldirib, birini shalvasa va yoki ikkilisini tanlamay qo'ysa bo'ladi. Bu jarayonda qolgan 3 nafar yetakchimizning shalinib ketgan mahirlardan birini o'zining guruhiga tanlab olish huquqi bo'ldi. Lekin bu son faqat cheklik bir son. Biz navbatda bizning mahirlarimiz agarda shalinib ketgan bo'lsa, bek azoblanib ketmasin, chunki ularni yana davomli musaqqimizga qaytarib kela olishimiz mumkin. Bu bo'lsa bizniki qizg'in ko'rmanlarimiz Xinjiang televiziya stansiyasi Quyi Tori hamda Mashrab Beauty Yanfon detali yoki www.chekit.com Yanfoni tor adresi. Shunaqla 125 90 222 ga telefon qilish hamda bilet tashlash orqali bizning mahirlarimizni bu sahnaga qaytarib kela oladi. Onundan başqa bugün Nurnisa Abbas xonimniki yordamchisi bo'lgan Zulfiqar Ko'rash apandim model mushu sahnamizga yetib keldi. Qani hammamiz birlikda Zulfiqar Ko'rash apandimning mahirlarga madad berishga qilaylik. Qani, marhaba. Çin Nuri Biopan Texnikisi Sultan Zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Şek kızar, şek kızar, şek kızar, şek kızar, şek kızar. Kadimki zamanda, kadimki aslan, kadimi şehirde, kadimi seher. Ötken iken bir hey, ay peri özü vuyo. Eti şek kızarken, şeklarken közü. Padişahni tili bu özüge meftun. Hikayeti bu etmezsin nefsun. Padişahni tili bu özüge meftun. Hikayeti bu etmezsin nefsun. Şekizanın bir sonra yalayacakçı bir hayat. Pervazen uçar giden engineler san. Şekizanın bir sonra yalayacakçı bir hayat. Pervazen uçar giden gelip de bu yere.
sade, sürlük efsane. Şah fermanla kişendur silip, ben bir kiçe hikaye etip. Akşam kızat sen kırgın daim düşümge, eğilip ketmeni hem rivayetlerge. Akşam kızat sen kırgın daim düşümge, eğilip ketmeni hem rivayetlerge. Şekla gözüm ben şeyda, bilgizem ben bir gece, üstünden ben sevda. Şekla gözüm ben şeyda, bilgizem ben bir gece, üstünden ben sevda. Yavaşça bir karyan, pervaz et uçar ile, birlik et uyuyla. Şekla gözüm ben şeyda, kim gizem ben bir gece, düşkündan ben sevda. Şekla gözüm ben şeyda, kim gizem ben bir gece, düşkündan ben sevda. Şek kızar, şek kızar, şek kızar, şek kızar. Şek kızar, şek kızar, şek kızar, şek kızar. Nur sahnesidagi mahirlarning kelgusi texmi nurliq bo'lg'ay. Shundoq naq maydondagi tomoshabinlar bizdan 4 nafar yetakchimiz shundoq ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Shu topda sizlarning ko'z oldinglarda zoir bo'lg'ini Nur sahnasi. Bugun Nurnisa Abbos xonim bu sahnada mahorat ko'rsatgan 32 nafar o'quvchisi uchun intayin ko'p ajr qildi. Navbatda Nurnisa xonim bu o'quvchilardan imtihon olmoqchi. Undaqda bu o'quvchilar bugun bu sahnada o'zining nurini zodi qanchalik darajada torta oladi? Bizning ko'zimizni chaqinta olamdi yo'q. Navbatda biz Nurnisa Abbos xonimning o'quvchilarga beradigan madad so'zlarini birlikda anglab boqaylik. Rahmat. Assalomu alaykum. Televizor ekrani oldidagi aziz ko'rmanlar. Assalomu alaykum. Naq maydondagi aziz tomoshabinlar, sevimli o'quvchilar. Hammanglarga Nur sahnasidan o'tliq salom. Öz növbətdə Nicat Vəli Yaqub aytib ötkenidək bizningki mushu Nur sahnasi sahnimizdə nur çaqıntalamdı yo'q degan masalani qo'ydik. Biz chaqnatishga tirishimiz. Shu bir necha oy jarayonda biz o'quvchilar bilan birga hamkorlashib, o'rganish bosqichlarida nurg'un o'rtoqliklarni his qildik. Ham shundaqla shu o'quvchilarimningki mushu sahnada bugun o'zining talantini namoyon qilib, tamtirmay, huduqmay, o'zida bor bo'lgan bilimlarini ham shundaqla bizning ustozlarning qilgan ajrini yad qo'ymasligini umid qilaman. Bizning shiorimiz Nurnisa sahnasi eng qaltis. Tanlanish muhim emas, tavlanish eng muhim. Shundoq, amaliyotda Nurnisa xonimning bu so'zi hammalarga nihoyatda yaxshi madad bo'la oladi. Tanlanish muhim emas, tavlanish hammadan muhim. Bu vaqtda navbatda Nur sahnasida bizga mahoratini ko'rsatmoqchi bo'lgan mayirlarimiz, O'ljidan kelgan xalq san'atkori Mirzakim Batur bilan Turpandan kelgan suyimli o'qituvchimiz Abubakri Olim qarshi olamiz. Mirzakim Batur bilan Abubakri Olim ikkisini bir guruh qildim. Abubakri Olim bak astoydil.
qachonli bo'lsa manda ish bor, ma vaqtida mashq boshlandi, ma vaqtida mana bunday vazifalar desa naq vaqtida unib kelib bo'ldi. Unisi o'z o'qituvchi bo'lg'ashimiki bek mas'uliyatchan ham tirishchan. Shu birinchi qitim aylanma musobaqadan hozirgi tirishchanligi alayda deb qarash bo'ldi. Ortiqchilik ham shu. Azgun bulup yürüdüm uzak. Ben Nurisa Hanım'niki Nur sahnesi grubu qabul qilingan ekan shunday xush bo'ldi. Bu jarayonda Nurisa Hanım bizga bek kuyindi. Mayli mashqlar bo'lsin yoki amaliyotdagi mashqdan sirt vaqtlar bo'lsin, har qachon har zaman bizga salomatlikka diqqat qilishga, boshqa yerlarda urinchi qilgan savodashlarga kelishga seranda bexatarlik diqqat qilish jihatda ko'p eskartmagan ba'di buningdan Nurisa Hanımning kuyuncham bir ustoz, kuyuncham bir bag'van ekanligini bilalaymiz. Mirzakim Batur Fıraqqa Abu Bekir'e qarğan çağda bekrek toyungan. Mirzakim Batur bilan Abu Bekir alim ikkisiniki ovoz doirasi kam torlig'i, bu qancha oktava, shu ovozlarning jihatda bu ikkisiniki ortiqchiligi o'xshash darajada turadi. Qilmedi hiçbir tumur. Muşu naqshida sizlarga hozir hissiyotinglar to'g'ri, ovozinglarning ilishimi to'g'ri. Oqsiz kelgan chaqda sal qiyish bo'lyotdi, Jumi Mirzakim, sizga bu faqat yarashmaydi. Nurisa Hanım'nınki grupsuga kirib, ovozniki to'xtatish, chiqarish, nafas olish tartibida ustozimning ma'lum bilimlari orqali qilib hozir burunqidan yaxshilab o'ylayman. Bağrımdan yüreğimi kaplattı. Nurisa Hanım da bizga talabni qattiq qo'yib, shu naqsh etishimizda bizning bir yaxshi naqshlardan bo'lib qolishimizni umid qildi. Nurisa ustozni menga hurmatlayman. İkinci aylan musobaqa kelgan chaqda mening sahnadishim Mirzakim Baturni e'lon qilgan chaqda men shunda hayron qoldim. Mushu ikkinchi aylanmadagi raqobatchini e'lon qilishdan burun Mirzakim bilan mayli undizlar to'ptirdi bo'lsin, telefonlarda bo'lsin shunday chaqchaqlashib bak yaxshi tartibda ikkinchi aylan musobaqada cho'qim bir odam tushirish kerak ekan. Bir odam g'alaba qildi, bir odam keyingi qadamga ma'lumot berdi. Mushu chaqda da ko'nglim yerim bo'ldi. Endi har ikkimizniki mushsakinda bir naqshini mayli qandoq o'taydi, huzurligimizdan chiqib bir yaxshi o'tib, sog'-salomat o'tishga tilashamiz. Raqobat sakında yanglish bo'lib turdi. Abaykim deb o'tdim, Mirzakim bilan shunday yaxshi o'tdik. Bundan keyin mu cho'qim yaxshi o'tamiz. Men hozir saknada chiqaman, meni qo'llagan barliq do'stlarga rahmat. Men keldim. Abu Bekir, Mirzakim, ishinglar hozir musobaqaga tushmoqchi, ammo ishinglar cho'qim o'zinglarning g'ayratinglar bilan, o'zinglarning talantinglarni bu sahnada namoyon qilsanglar. Yürüdüm
Ben bu nakşını anlaş jarayonida intayin hayajonlandim. Balkim Nurnisa Abbas xonimni oldirab qaror chiqarmasligi mumkin. Shunlashqa biz avval qolgan 3 nafar yetakchimizning tavsiyasini anglab boqaylik. Abdulla efendim. Nurnisa sonimizning tanlashi uchun qulaylik yaratib berish uchun biz sizlarga fikr beramiz. O'zimizning his qilganlarimizni. Abu Bakri bir oz salmoq aytdi. Mirzakim bu biraz hissiyatchanroq naqshchi. Bu agitmalarni ko'proq berib, hatto o'zining hissiyatini qo'shib aytibdi. Ikkalisininki o'ziga tushli aloyidligi bor. Men mushu Mirzakim inimni tavsiya qilaman. Bir qadar keskin chiqarilgan qaror bo'ldi. Undaqda Mahmud efendim. Sizning tavsiyangiz. Leylan öz alaylığı bilen aytdi. Az severliklerini hesaplamağan. Yaxşı. Mirzekimni tanlasam. Erkin efendim. Avazga qaltak o'natqandek bo'ldi, ha? Resmiy firaqlar. Mayliq, ha? Mayliq qizadi. Onun ustiga ama ishqinlarniki bir naqshinimda hamkorlik aytqanlar intayin yaxshi bo'ldi. Meningki tavsiyarim ko'proq hissiyat bergan Mirza Hakim. Shundoq Nurnisa xonim, hozir taklif fikrlarni aytgan bo'ldi. Balkim bu takliflar sizning o'ylig'ingiz bilan birdek bo'lgan bo'lishi mumkin yoki sizning ideyangizga zid bo'lgan bo'lishi mumkin. Mayli qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, oxirgi tanlash, oxirgi qaror yalnız sizning ig'zingizdan chiqishi kerak. Undaqda so'zlaringizni anglab baqsaq. Bu ikki azimat naiti o'zining ortiqchiliklarini joriy qildirib aytdi. Men intayin hayajonlandim, qo'shildim. Bu ikkisi milliy turoq bizningki Uyg'ur xalq naqshlarimizga to'shaq turoq degan liqqidillam naqshi. Bu ikkisi o'xshash. Ikki o'quvchim haqiqatan bir-biridan esil, bir-biridan yaxshi. Siz tamamen ikkilisini tanlab qolsangiz bo'ldi. Esil fazilatlik, lekin son cheklimimiz bor. Shundoq. Shuning uchun mendan ranjimaysizlar, shundaqmi? Qaysinglar bo'lishdan qat'iy nazar ranjimaysizlar. Lekin sizlar yanala o'xshash mening eng esil, eng ummaq o'quvchilarim. Mening tanlashim altı işlengen güzellik minin çin güzel girin buyumları Mahirlarga omet dileydi. Mirzakim. Mübarek olsun. Mübarek olsun Mirzakim. Mirzakim keyingi bosqichda to'pni yaxshi tayyorlik qiling. Raqobat deb atalgan ekan bu sahnada shu sahnaga tushib quturish bo'lib turdi, lekin bu hergiz mangulik quturishdan derak bermaydi. Balkim bizning ustozlarningki yaxshi bo'lgan madad ilhomlari bizning keyingi qadamda texmi yaxshi puxta qadam ilishimizga asos bo'lishi mumkin. Undaqda sizning cho'qim azroq yurak so'zlaringiz bilan anglab boqaylik. Oldi bilan ustozim Nurnisa Abbas xonimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Birinchi bosqichda tanlanib, ikkinchi bosqichga qadam qo'yg'uchi bo'lgan mushoirlikda Nurnisa xonim bizga bek kuyindi. Nurg'un ta'sirlik voqealar bo'ldi. Bundan hammasi aslan. Shunda xo'sh bo'ldik. Sizga rahmat. Yana bir deydiganim Abayt Nurnisa xonim deb o'tdi. Mening bu tanlanishim qandaqdir bir mangulik bir mag'lubiyatdan derak bermaydi. Nurnisa xonim degandek tanlanishdan tavlanish muhim. Men yana Nurnisa xonim izlab yana tavlanib turma. Tomoshabinlarga rahmat. Bo'ldi. Biz yuqorida so'zlab o'tgan, balki bizning boshqa yetakchilarimizning sizga ko'z tushgan bo'lishi mumkin. O'zining guruhisiga tanlab qilish imkoniyatimi bor. Undaqda do'stlarning men bilan birlikda ta'tir sanab 10 sanishini tuvanchilik bilan tavsiya qilaman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'liq afsus. Yuqorida yerda siz qaytarib kelish fursati shunlashqa ekranni oldidagi do'stlarniki mahirlarimizni yoqtirsa, bilet tashlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bo'ldi, Alloh bo'lsa, bizning ustozlar bilan boshlash bilan tamom bo'ladi. Nurnisa xonimning guruhisidagi mahirlar alayda usul qo'llanib, har bir odam o'z mahoratini ko'rsatish bilan birga, ikki odam bir naqsha uchun o'rtaq kuchsa, mahorat degan mana shu. Yaraysizlar yigitlar. Inoq ittifoqlik yashnasin.
Çin Nuri Biopan texnikisi Sultan zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Sahnimizda mahorat ko'rsatgan mahirlarimiz bo'lsa, Turpan diyoridan Muxtabar quyum bilan Anjir makoni otishdan Aygul Ahad. Qani, marhamat. Muxtabar bilan Aygul ikkisi huquqsizlarning ichida o'ziga talabni qattiq qo'ydigan. Bunda deyishimning sabab ikkisi bir-birisiga hemşirlardeklam, singillardeklam bek yaxshi hamkorlashgan. Tomoqni birga yeydi, jih gaplarni deyishib oldi mush jarayonda. Yangritip akşamda seni aslayman. Muxtabar qarshi tarafning fikriga hurmat qildi. Aldirab men mundaq qilay degandim. Mundaq bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lardi degan masalalarni demaydi aldirab. Aygul oldiga ilgirlab turadigan. Ma masala mundaq bo'lsa yaxshi bo'lardi deb kasb ijodlarni o'ziga ishonchisi bor qiz bo'ladi. Muxtabarning ovozi yumshoq, Aygulning ovozi to'q, jonliq. Lekin bu ikkisini bir yerga akilishimdagi sabab yumshoq ovoz bilan to'q ovoz bir yerga kelsa pek go'zal bir ovoz chiqadi-ku. Her tangda sevinip seni aslayman. Billa naqsh etadigan hamroyimni e'lon qilgandan keyin pochta azroq endi qandoq bo'ladi debchi ilgari tanishmagandan keyin hamkorligimiz qandoq bo'ladi deb o'yladim. Keyin mashq jarayonida ikkimizniki ovozimizning yuqori tuvanlikda jihatda intayin moslasha oladiganligimizni o'ylab shunday xush bo'ldim. Aygul shunda ochiq yo'ruq. Aldiq qandoq bo'lsa shu bo'yicha mangdu ham shundaqla mening tarbiyam bo'yicha mang'alaydi. Muxtabar jim turib kuzatadigan qiyin. Bu ishki o'quvchimning aloyidligi bak qiziqarli qanday desangiz, xuddi Yevropa ovozini kasb ijoddan biz ta'lim olgan, mush Yevropa ovozini 10 yil o'rgangandeklam. Hayron qilarlik ish. Bularga shunda ovoz egizligi jihatdan, masalan, akkordlarmi asl ovozning cho'qim yuqori bo'ladi. Mushini ifodalash uchun qanchalik yuqori ko'tarsam shu yerga qarab mang'aladi. Bularning ovoz doirasi haqiqatan kang-kang. Bu guruhga kirgandan yoqi meningki ilgirlashim bo'lsa, odatda men ommabop naqshlarni bek andan sahnaga chiqib aytib boqmagan. Shunga ommabop naqshini aytish uchun bekaroq hissiyotga, chiroy ifodalarga bekaroq kuchaygan. Men mush jihatdan ma'lumdan nurg'un bilimlarni o'rganib oldim. Seni aslayman. Halitlik üzüp kopal çıksa maisiyet çıkmay kalır. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Sahnaga chiqishdan avval billa naqsh qo'ygan hamroyimning taqozinishini, yaxshi natijaga erishishini umid qilaman. Bugungi musobaqada mayli Aygul chiqsin yoki men, bundan keyingi do'stlik munosabatimizmi yana davomli bo'ldi. Hamda meningdan cho'ng umid kutgan barliq do'stlarimning umidini nargiz yada qo'ymayman. O'quvchilarim hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lasizlar. Talantinglarni o'sha sahnadan namoyon qilishinglarni umid qilaman.
Yar ketdi, men qaldim daryo bo'yida. Aman bo'l deganlar qalbi yodimda. Yar ketdi, men qaldim daryo bo'yida. Aman bo'l deganlar qalbi yodimda. Mahmusa, oldi bilan bizning 3 nafar yetakchi ustozimiz nima deydi ekan anglab boqaylik. Oldi bilan Abdulla afandim, sizningki ko'z qarishingiz va tavsiyalaringizni anglab boqaylik. Aygül'ün ovozi biraz muntizimroq, kuchli. Bundaq tuyg'u beryapti menga. Endi Muxtabarninki uni texim yumshoq, texim chiroyliroq, umuman yumshoqroq chiqyapti. Bu ikkilisining o'ziga tushdik. Alohidligi bor. Endi singlimiz o'quvchilarga oz bo'lmagan ajrni singdiribdi. Biz buni shu savodashlarninki naqshisidan bilyapmiz. Keyingi musobaqalarda o'qituvchisi uchun texim jiqroq kuch berishi uchun men bu Aygül'ni tavsiya qilaman. Bo'ldi, rahmat. Unda bo'lsa, Mahmud afandim, sizningki tavsiyalaringiz va ko'z qarishingizni anglab boqaylik. Rahmat. Unda bo'lsa, Erkin afandim, sizga ham anglab boqaylik. Benim tavsiyem Aygül. Rahmat. Unda bo'lsa, yanıla eng oxirgi tanlash Nurnisa xonimning o'zida. Bu ishkilisdan ayrılib qolgani yo'q. Ammo bugungi shu musobaqada men shuni his qildimki, sizlarning hozir aytgan shu musobaqada aytgan naqshanglar bizning mashq qattiq yetmadi. Mashqda men ko'rgan Muxtabar bilan Aygül yo'q. Hissiyat bo'lsin, ovoz turaqlik bo'lsin, yo'qlam. Lekin bugun men tanlashga to'g'ri kelsa, Mötüver kiyimleri. Çin Nuri Biopen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içimdeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Muxtabarni tanladim. To'lima afsus, Aygül. Menimcha, har qanday odamda umidvorlik ro'yi va to'g'ri pozitsiya bo'lganda buningdek keyingi ishlarda texnik utuq qozong'il bo'ldi deb qarayman. Sizning qanday yurak so'zlaringiz bor? Meningki Nurnisa muallimim bizga oz kuch chiqamdi. Har taraflardan bizni yetaklab mangdi. Men chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Rahmat. Aygül, ya'ni bizningki mundaq bir fursatimiz bor, ya'ni shu qolgan 3 nafar yetakchi ustozimizningki 10 sekund ichida mahirlarni tanlash bir huquqi bor. Qani, aziz ko'rman do'stlar, hammamiz birlikda 10 sekund sanab chiqaylik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'lima afsus. Aygül, lekin rahmatlashing. Mana bo'lsa ustozimiz bilan Muborak bo'lsin Muxtabar. Ammo oldingizda texmi ko'p sinoqlar bor. Dadil bo'ling. Aygül, sizga ko'p rahmat. Sizning oldingizdami texmi ko'p fursatlar bor. Umidvor bo'ling, ko'z tegmasin sizlarga. Şu tapda sizlarning diqqatingizda bo'layotgani nur sahnasidagi keskin raqobat. Undaqda navbatda sahnamizda yana qaysi mayirlarimiz o'zining iqtidorini namoyon qilgandi.
U bo'lsa-mu, Qashqar shahridan kelgan Abdukerim Erkin bilan To'yg'u guruhidagi suyimli o'quvchilar sahnimizga marhamat. Men To'yg'u guruhi bilan Abdukerimni bir guruh qildim. Bunda qilishimdagi sabab bular bek jo'shqin, shunda tetik ham yosh. Endi müş Abdukerimga kelgan chaqda yosh masalasi, ma To'yg'u guruhiga qaragan chaqda sal cho'ngroq. O'ziga besim bo'lib qolamdiki desam, unda bo'lmadi, qat'iy. Men hayron qoldim. Nima ish qilsanglar, o'ziga bek ishonchisi bor, shunda ishonchisi bor. Men bu tarafini bek yaxshi dedim. Bundan keyin mushu tarafini o'tib qolmang, o'ziga ishonchi bek yaxshi. Meni qiynashga qo'yma, yolg'izlikqa to'ydim men. Meni bidor aylashda, yurgimni aldashda. Seni bor. Odatda hip-hop naqshlarni chiqarib aytadi. Men bularga melodiyasi sal lirik bo'lgan, ham shundaqla rap aralashgan naqshini berganligim uchun bular shundaq ishni qabul qilib oldi. Ammo melodiyaga osti qismiga kelgan chog'da To'yg'u guruhi ozroq qiynaldi. Chunki bularningki ovozi yana degandek to'xtab ketgan ovoz emas ekan. Men bu jihatlarda jiq kuchab qo'ydim, o'zlarimni xili ta'chiqdi beshallardim. Nurisa muallim menimcha talabni qattiq qo'yadigan bir muallim. Mashqdan sirtqi vaqtlarda xushchaqchaq biz bilan erkin paranglashib, endi mening ishim kichik bo'lgandan keyin shu bir xil menga ani fikrini bergandek asta his qilib qoldim. Abdukerimninki ovozi keng doira. Uning ustiga sahnani jiq ko'rgan o'quvchi bo'lganligi uchun naqshini bo'lish degan vaqtda nihoyat osonlik qabul qildi. Bu guruhga ya'ni nur sahnasiga tanlangandan keyin nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatdi. Ustozlarimiz bizga nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatdi. Hamda bu guruhga tanlangandan keyin o'zimningki ovoz o'rnining qaysi o'rin ekanligini aniq bir his qilib oldim. Ustozlarim mening ovoz o'rnimni menga bekitib, sizning ovoz o'rningiz aslida o'rin ekan. Siz mush o'rinda naqsh aytsangiz, hamda mush holatda taraqqiy qilsangiz, cho'qim yaxshi natijalarni qo'lga keltira olasiz deb menga nurg'un yaxshi rag'batlarni berdi. Men ko'p tirishchanlik ko'rsatdim. Nur sahnasi guruhiga kirishdan burun o'zimizning ovozning qanday bir o'rinligini belgilanmagan, kirib, mashq qilib qilgan ayaqsi Nurnisadan jiqishlarni o'rgatib, bizdan zerikmay, qanday savol so'rasak javob berib, shunday yaxshi talaffuz bo'ldi, shunday xush bo'ldim Nurnisadan. Mush guruhga kirgan ayaqsi o'zimizdan xili ilgirliganligini his qila oldim. Hamda men bilan birga naqsh aytadigan sahnadeshim, ya'ni To'yg'u guruhidagi savoqdoshlarimmo intayin kuchlik. Bularning ortiqchiligi bo'lsa, rap uslubdagi naqshlarni mendan yaxshi aytadi. Menmo bulardan kelishmagidek darajada kelishyapman hozir aytishga. Abdukerim akashdanmi Ravrus qobiliyati bor bir akash kichigimizdan shu naqshlarni anglab kelgan xili amroqdir, lekin bizning qo'limiz sapchib qo'yganimizni hargiz o'ylab boqmadik ekanman. Lekin shunday bo'lsa tirishimiz hamda kona naqshga deb o'zimizni umidsizlantirib qilsak bo'lmaydi. Cho'qim tirishib Nurnisadan bizga bergan bir o'rinni ilishib tirishimiz. Bularni e'lon qilgan vaqtda men shunda hayajonlandim. Hamda bu To'yg'u guruhi bu bir guruh bo'lgandiki, ular 3 odam, men bir odam. Men bu 3 odam bilan qanday aytaman degan nurg'un savollar kallamga keldi. Keyin bular bilan shunda yaxshi bo'lib ketdik. Hozir bo'lsam men shu To'yg'u guruhining bir a'zosi bo'lib qoldim. Biz hozir sahnaga chiqmoqchi. To'yg'u, hurra! Biz cho'qim g'alaba qilamiz. G'alaba qilishga ishonchimiz bor. O'quvchilarim hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lasizlar. Talantinglarni mushu sahnadan namoyon qilsanglar umid qilaman. Hakikaten qizg'in bir qitimliq kayfiyat hosil bo'ldi. Biroq oxirida yana bir lilla qaror chiqamay bo'lmaydi. Qarmoqqa Nurnisa xonimning aytdi hayajonlanganligidan, balkim bularni tanlashda sal ikkilinib qolganligi aniq. Shuninga biz yana bizning qolgan yetakchilarimizning maslahatiga muhtoj. Bu bolalar bir guruh bo'lib bo'pti hozircha. Buni ayirib yurgandan
bir pomzak qilib Nurisaga basak qilib bo'ladi. Rahmat. Yaxshi moslashibdi uning ustiga. Hech qaysinglar bizga bir musobaqaga tushayotgan bolalarga o'xshash tuyg'u bermadinglar. Bizga kerak emas shunday ruh. Baho berishga to'g'ri kelsa, Abdukerim menga nisbatan biroz ishonchli tuyg'u beryapti. Men Abdukerimni tavsiya qilaman. Rahmat. Mahmud efendim. Obdan maslashibsizlar Abdulla Iktabay. Naqshida elimiz Abdukerimjon o'zining karomatini ko'rsatdi. Ma o voyizlikda to'yga guruhisi o'zining karomatini ko'rsatdi. Shundaq bo'lganda men shu Abdukerimjonni tanlayman. Erishkileling chidamaydim shu. Balkim Abdukerimdan bugun o'zini ko'rsatishi o'sha to'y guruhisining yordamidan ayrilmaydi. To'g'ri. Durust. Balkim Erkin Abdulla efendimning o'xshamagan qarashlari bo'lishi mumkin va yoki bizning boshqa yetakchilarimiz qo'llashi mumkin. Anglab boqaylik. Qandaroqlik sheklar? Yaxshimi? Yaxshi. Ma boksanisiga yarışibsizlar rasmiyan. Islomon urib qo'yganliklar. Yo, ma uchchi birlashib birini urmadimi? Yaxshi bolalar ketmaydi. Xo'sh. Naqshning o'zi ikkinli oldi bilan Abdukerim o'ziga intayin ishonch bilan naqshini aytdi. O'zi hayajonlanib turib, o'zi o'ynab turib, o'zi hayajonlansa deb bizni hayajonga sola oladi. Tuyg'u guruhisiga o'xshash. Prinsipimiz musobaqa bo'lgan bilan, lekin bu bizdeki raqobatchimiz amaliyotda o'zimiz. Biz o'zimizni olqib o'tsak, o'zimizniki masalan tunugunki o'qigan naqshimizning bugungi o'qigan naqshimiz texim yaxshi bo'lsa, shuni o'zi eng g'alaba. Shunga sizlarniki davomli hamkorlashsanglar deydigan bir umidim bor. Eng oxirida meniki tavsiyam o'ziga liqqida ishonch bor Abdukerim. Undaqda bizning 3 nafar yetakchimizniki tanlashi Abdukerimga nisbatan xo'shallikdan derak berammi yoki Nur xonimning boshqacha o'ylaganlari bormi? Anglab boqaylik xonim. Bularningki hamkorlashishi meni bak ta'sirlantirdi. Izchil holda mashqlarimiz shunchalik yaxshi. Azroq ovozlarini ketib qolganini hisob qilmaganda, Abdukerimdimi bor, tuyg'u guruhisidan bor bu masala. O'zlariga bilinmaydi, lekin anglovchilar shunda anglandi aniq. Bizga shundaq zo'r xo'shalliklarni, Shayda nomli naqshini bizga so'qilganlardan intayin xush bo'ldim. Mayli qaysinglar, mushu musobaqadan qatnashib qilishinglardan qat'iy nazar, men bilan yana davomli hamkorlashinglar. Va'da bera olamsizlar shunga? Bera olamiz. Yigit. Unda bo'lsa, mening tanlashim Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil Musulmon yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin Xoli B7 erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. yoshlarga fursat berish, tuyg'u guruhisi. Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin! Yaraysizlar yigitlar. Yaxshi, yaraysizlar. Xo'sh. Bunaqda tuyg'u guruhisidagi jangovar yoshlar keyingi bosqichga yana davomli texnik yaxshi tayyorlik qilinglar. Sizlarga omadlar yor bo'lsin. Davomli ko'rishimiz. Bunaqda ta'tir sanaqni men bilan birga sanash bergan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hech qisi yo'q. Bugun balkim obyektiv sabablar bilan tanlanmay qolgan bo'lsangizmi, lekin nihoyat yaxshi baholarga erishdingiz. Demak, bizningki ko'rmalarimiz balkim sizni texnik yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin. Qaytib kelganingizga ishonchingiz bormi? Mening ishonchim 3 ustoz meni tanlagandili turib olgan. Yaxshi. Ana shu ustozlar bilan bu sahnada didorlashganligimning o'zi men uchun eng cho'ng g'alaba. Ustozlarning menga yaxshi talab fikrlarni berganligiga rahmat. Mumkin bo'lsa shu to'tili ustozni bir ustoz tutsam, ammo shu musobaqadan boshqa vaqtlarda
bir izlab sizlardan bir bilim olsam degan orzuyim bor. Albatta. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Agarda ustozlar xohlasa, ular bilan Da xo'shashsak mana, xo'shalib. o'ziga ishonch tuyg'usi bo'lmasa, qandaqmi raqobat sahnasiga chiqadi bo'lsin. Abdukerim erkinmi rostilla erkin, sho'x, ajoyib jonliq yigit. Yigitlarimiz erkin, sho'x, shash bo'lsin. Ishonch tuyg'usi kuchli bo'lsin. Chunki har qanday muvaffaqiyat, erkin tafakkur, ishonch, umid tuyg'ularimizsiz vujudga kelmaydi. Çin Nuri Biopan Texnikisi Sultan Zavut'ta işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omet tilaydi. Şu tapda Nur sahnesidagi mahirlarimizdan talanti nazaronlarda bo'lyapti. O'z navbatida mahirlarimiz o'xshash bir naqshni aytish orqali bir-biriga bo'lgan hayvisini ifodalasa, yana bir tarafdan o'zaro hamkorlikning, inoq ittifoqlikning nima ekanligini bizga bildirib qo'yapti. Xo'sh, undaqda navbatda Nur sahnesida bo'lgan mahirlarimiz zodi kimlardir? U bo'lsa Bertaladan kelgan Abdukim Abdulla bilan Urumchidan kelgan o'quvchi do'stimiz Kamal Abduriyim. Qarshi olamiz. Abdukim bilan Kamalni ikkisini bir guruh qildim. Bu ikki o'quvchim guruhimniki, yishim eng kichik o'quvchilarimniki birisi bo'ldi. 无数动人音符在我生命，爱过你，失去你。 Kamal ovoz jihatda o'ziga bek qattiq talab qo'ydi. Ham tirishchan, naqshini yaxshi bo'lishtirib bergan vaqtimda asos jihatdan bu ikkisi hisobda mush ishxonada mashq saldi kunda degidek bor. Boshqa o'quvchilarga dars berayotgan vaqtimda ikkisi zot bog'liba. Mushu nur sahnasiga tanlangandan keyin shunda hayajonlanib ketdim men ammo kirganim shunda qo'shildim. Kirgandan keyin nur zamonlar jihatdan bizga naqshatning usullarini o'rgatib, nafasdan qanday olamiz, kimda shunda chiqish bo'lsin degan tashlaydi. Bizning inspektor o'rgatdi shuni. Shunga nur zamonlar shunda rahmat deyman. Rahmat ma'lum. Endi naqshni yaxshi mashq qilyapmiz. Nur zamonlar sifil o'rgatdi. Endi sakni chiqqancha naqshni qanday aytsizlar? Endi nafsinglarni qanday almashtirsizlar deb o'rgatgan. Men bizmi endi qilcha qilib uyni oldik. Abdukim ovoz jihatda kam, ham astoydil. Ovozi ham yumshoqlik bor, yuqorisiga tushalaydi, to'yiniga tushalaydi. Yumshoqlik bir qadar to'liq salmoqni egallaydi. Endi sakni ayrilib qolsak, endi futirib ketib qolsak, mayli endi Nur zamonlar degan. Shundan ketsanlar mayli. Endi balla sizlarni tashlab etmaymiz. Sizlarni yana yaxshi tarbiyalab, naqsh qilib tarbiyalaymiz degan bizni kuchatimiz, amalda yaxshi naqsh etsak deb o'ylashayotgan. Mayli musobaqa qanday bo'lib ketsin, kim tutib ketsin, kim qolib qolsin, biz mana ishtirib deylik. Bo'ladi chidab. Nima qilamiz mayli. Hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lasizlar. O'sha sahnani bir qaltis jonlantirib o'tishinglarni umid qilaman. O'xshashlar endi Nurinisa Abbas xonim qaror chiqarishdan ilgari biz yana davomli boshqa ustozlarimizning fikr ta'kidlarini anglab baqsaq. Ya bir obdan etib kelib, oxirgi chog'da bir pashtoqqa tushib ketib qoldi. Tushib yiqilib, ashadan qopanmay o'milab tushib ketdik. O'zinglar his qilinglar, xijil qilmaylar. Normal avval Udulla ikkisining birini tavsiya qilish to'g'ri kelsa. Kamal. Av Kamal inimning ovozi kuchliroq, muqim, menvatidi. Biroq Mav Abdukimning buning ovozi asli yuqoriroq chiqadi ekan, yumshoq chiqadi ekan.
Ammo ikkilisida shu bu birga aytayotgan naqsh o'g'achqa bir-biriga ta'sir qilib anda bo'lib ketdi-ku, qalayimqan. Men ma inimni tavsiya qilaman. Abdukim. Mahmud efendim. Kamal inim. Demek Nurnisa Hanım bugün birodarimiz Kamalga tashlangan bilet tavsiya ko'proq bo'lib qoldi. Ammo raqobat sahnasi deb atagan ekanmiz, shallanish bo'lib turdi. Agar siz kan qo'saqlik qilmadingiz, ikkilisini davomli olib qolsangiz bo'ldi. Va yoki ikkilisini qoldirib qo'ysangizmi, bizning musobaqamizning qoidasiga tamoman uyg'un. Kamal, abdukim, 3 efendim sizlarga ilgili unumidi, lekin asosliq maqsadni sizlar tushundinglar. Biz mushu chataq chiqqanimiz bo'ladi degan yerdan chiqdi. Nima uchun bu naqshni mushu bo'lish degan vaqtida o'zinglar yaxshi ayta olamiz mushu naqshni dedinglar ma'qul deb. Sizlarga bo'lgan vaqtda bu naqshning ovoz, kuyi, egizligi to'g'ri kelamdi. Egiz bo'lib qolamdi nima desak, yo, to'g'ri bo'ldi. Buningdan to'van desak, bo'lib qolamiz dedinglar. Ana, vaqt kelganda mana shunday bo'ladi. Ovozinglar sizlar kunda mashq soladi bor. Nimani mashq qilganinglarni uqmadim. Sizlarga ranjiganlik emas, lekin melodi bek chiroyli naqsha bek esil. Mening tanlashim ishkelinglar qilib turinglar. To'lima afsus, bugungi bu qarornimi ishimizga Nurnisa xonim noit qiymaslik eligida chiqargan bo'lishi mumkin. Biroq Nurnisa xonim agar sizlarni davomli talab qilgan bo'lsa, o'zining bir sababi bo'lganga o'xshash, tanlamasa o'zining yana bir sababi bo'ldi. Shunday sizlarniki to'g'ri pozitsiya tutishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, o'z navbatida bizniki yetakchi ustozlarimizning yana tanlab olish fursati bor. Agarda xohlasanglar, ta'tirsin ahtimam bilan bilsangiz pasanglar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bo'lganlar. İşten sırtqı naqshchi Qahar Hüsam bilan Qashqardan kelgan suyumlik o'qituvchimiz Qurbonjon Yosin qarshilaymiz. Qurbonjon bilan Qahar ishkisi bir guruh. Qurbonjon turaq qilish jihatdan bo'lsin, o'ziga xil ishonchisi bor, yaxshi naqshchi. Ovoz doirasi bek kam bo'lib ketmasmi, lekin o'zining ovozda xil bir ta'm bor, ishonchisi bor. Shunday bir o'quvchi. Ovozni chiqarish jihatda seni diqqat qilaversa, meningcha musobaqada o'tib ketadi deb o'ylayman. Nurnisa ustozning nurg'un bilimlarini egalladim. Naqsh uslub jihatdan bo'lsin yoki turaq qilish jihatlardan bo'lsin, o'zimning nurg'un kamchiliklarimni bayqab his qilib oldim va tuzib oldim. Bu jarayonda ustoz menga nurg'un aziz so'ndirdi. Ustozimningki ilmlarini cho'qim yerga qo'ymay, yaxshi natija olish uchun tirishaman. Güzel yarim, aşkımda izin sen meyliydin. Qahar Hüsam mashq jarayonida ovoz jihatdan dars olmaganligi bilinib turdi. Men tanlab olgan bo'lgandan keyin, bu o'quvchimni meni tanlab o'quvchim bo'lib kirgan bo'lgandan keyin menga yaxshi maslashdi. Ben bu nur sahnasiga kirgandan keyin shuni his qildimki, bizning guruhdagi shu bolalarningki hammasi bilan chiqishqoqligi, shuningdan birlikda xuddi bir maktabda bir bilim olgandek shunday bir kayfiyat hozir bo'ldi deb qarayman. Shuningdan birlikda shu ustozimizningki shunday kuyincham, aqlonligi o'quvchilar inoq ittifoq, xuddi bir mehr muhabbat to'lgan bir guruh bo'ldi. Kara kaşlı güzel yarim. Tunji qatam Nurnisa ustoz sahnedishim Mamaraynni e'lon qilib qo'ygan chaqda nayt tamtirdim, hamda qo'rqdim. Keyin sahnedishim bilan nayt chiqishib, nayt inoq ijro bo'lib ketdik. Shunda yaxshi maslashibni, yaxshi paranglashdik, yaxshi mashqlarni qilib oldik. Biz bu guruhda ishimiz mashq jarayonida Nurnisa ustozimizningki kuchli talabchanligi aslida biz bir qator mashq qildik. Mashq qilish jarayonida Qaharjonninki naqsh etish uslubining meniki uslubim mos kelganligini, ishimizning nayt chiqib qolganligini his qilib qoldim. Nurnisa bas ustozimiz bizni nayt yaxshi bir guruh qilib tashkil etgan. Bizden boyda sakladım seni, özümü
ko'rmay sevdim seni. Hozir men sahnga chiqmoqchi deydiganim, mening ismim Qahar Husayn, Nur gruppasidan bo'laman. Men cho'qim bu musobaqada cho'qim yaxshi natijani olaman, yaxshi g'alabalarni qilaman. Menga madad berishingni umid qilaman. Rahmat. Hozir men sahnaga chiqmoqchi. Musobaqa degan musobaqa cho'qim buningda utush bo'ldi. Mayli men tutay, mayli sandishim Qahardan ustun. Cho'qim mag'alaba ikkimizga mansub. Qurbanjon bilan Qahar ishga o'quvchim musobaqaga hozir tushmoqchi bo'lsizlar. Isil kayfiyatinglar bilan mushu sahnani qaltis jonlantirib o'tishinglarni umid qilaman.
yuqorida Qahar bilan Qurbanjon o'rilgan O'stan bo'yida nomli naqshidan faxrlandik. Bu naqshining men yolg'iz kishilik nusxasini olgan ekan, qo'sh kishilik nusxasi haqiqatan yurak tarini texmi bakrak titirdi ekan. Bugun mening ifodanglar nihoyat yaxshi bo'ldi. Ammo kasbiy yakunni, kasbiy bahoni yana bizning ustozlarimiz berdi. Tayyorlanib bitgan bo'lsa, oldi bilan ularning tavsiyasini bir anglab boqaylik. Qanday? Bitdimi? Bitdi. Tavsiyangiz? Qahar. Abdulla efendim. Maşki inimizmi yanıla bizni qaymoq turibdi. Qahar nihoyatda kuchlik, odamga nihoyatda ishonch tuyg'usi beradigan naqshdagi ovozda. O'zining badaniga kuchlik. Jo'q, bizga nihoyatda ishonchli bir tuyg'u beryapti. Chataq yo'q, buni yana musobaqa qatnashtirsak, biz uchun ma'lum nomerlarni hadiya qilishi mumkin. Hadiya qilish mumkin degandek tuyg'u berdi. Ammo u Qurbanjon inim nihoyatda yaxshi, yumshoq, siliq aytyapti naqshini. Har ikkilisini yana bir alohidligi bularda ijobiy ijodchanlik bo'lyapti. Men taxa oxirida pauzlar uzunki bular bas-basda tushidi o'shaga deb o'ylagan turibchi. Ya'ni o'zini taximmo bak ifodalaydi o'sha kelgan. Lekin bunda qarasam o'zini tutib oldi bular. Agar o'ynasa yana o'yin tanlaydi-ku, Nurnisa Sonamma ikki o'quvchimiz. Yaxshi taklif. Sizlarga haqiqatan qoyil bo'ldik. Yaxshi, bir-biringlarni yaxshi. Rahmat. Demak, Abdulla efendimning yuqorqi so'zlariga asoslangan chaqda asli sizlardan texnik zo'r umidlarni kutibdi-ku. Naqshida texnik chiroyli puroqlarni chiqara oladiganlarga ishonibdi-ku. Balkim turli sabablar bilan bugungi ifoda toza sizlarni rozi qilmagan bo'lishi mumkin. Undaqda Abdulla efendim cho'qim birini tanlaysiz desek, kimni tavsiya qilasiz? Ya razı bo'ldim. Razı bo'ldim. O ashuni qila oladigan bolalarga shuning uchun yanami qila oladi demoqchi men. Bo'ladi. Undaqda kimni tavsiya qilasiz? Degan to'ymas keldi demasmi shunday. Qaharinimni tavsiya qilay. Bu bayginiki kishini eng jiddiylashtirgan minutlari yetib keldi. Erkin efendim sizniki bir anda yetaylik. Ben tamamen qo'shildim. Yo'ldoshlarning fikriga. Shunday bo'lsa-mi, men shu cho'nglarninki bayroqqa agishib, qaharni. Shuna qolganda yana yuqorida aytgandek, sizning tavsiyangiz. Qurbanjon Yasin, men bugun ovozingizni angladim. Shunchalik bo'sh ovozda naqsh aytadigan bola ovozni qo'yib bermaydi. Bugun haqiqatan o'zining talantini namoyon qildi. Men sizga rahmat aytaman. Chunki siz mush mashq jarayonida faqat ovozingizni chiqarmaydigan hatto ko'p so'zlamaydigan bolacha bu. Ko'p so'zlamaydi. Shunga men sal jiddiylashib qolgan. Ammo bugun eng yaxshi ifodasini bizga ifodalab berdi sizga. Rahmat. Qahar haqiqatan yaxshi naqshchi. O'zining azroq ovozini charchitib olganini hisob qilmaganda, lekin bugun ifodasini haqiqatan yaxshi qildi deb o'ylayman. Cho'lponlar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanaqa tirchashdingiz? Atramas bu degan mehri. Diqqat! Mehri? Mehri bilan shodlanar odam, mehri bilan faxrlanar qadam. Hamra bo'lib barcha hammaga mehrlarga to'sin alam. Mehr olaydi so'pin parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil Musulmon yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli B7 erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Qahar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Qahar. Keyingi bosqichga texnik yaxshi tayyorlik qiling. Bugun haqiqatan ustozlarning kutgan yerdan chiqdi. Allohlar sizga omadlar yor bo'lsin. Omon bo'ling. Qahardan bo'ybasti bugungi mushsakni, boksakni sebek mas kelgancho. Shunsa jiroqroq to'g'dim shu. Xo'sh, o'z navbatida programmamizning qoidasi bo'yicha sizga yana bir ustozlar tomonidan tanlanish fursati bor. Qani, ta'tir sanoq men bilan birga sanash bergan bo'lsanglar, yordamga muhtoj. 10 9 8 3 2 1 O'zim chiqib qoldi. Afsus.
Bugün shundoq bo'lib tursin. Menimcha cho'qim bizniki Qurbonjonning ustozlar deydigan yurak so'zi bor. Men oldi bilan meni shunchalik baqib o'stirib, men jafoatjon qilgan ota-onamga bir rahmat aytib olsam, rahmat ota-ona sizlarga. İkinci qatimda mening shu sahnaga ikkinchi qatim chiqishim uchun sharoit yaratib bergan, meni tanlagan ustozim Nurniso Abbas muallimga men bir rahmat aytaman. Rahmat. Samimiy qalblardan chin kuylar, chin sadolar yangraydi. Biz ishonchimizni yo'qotmasaqla, hamon olg'a ilgarilayamiz. Qurbonjonga umid, ishonch, qaharga yangi utuqlarning yor bo'lishini tilaymiz. Chin kuyinglardan hammamiz suyundik. Rahmat sizlarga.